Azizlar, hozir bir insonni dunyodagi eng katta orzusi amalga oshirish arafasida va bunga New Travel sababchi bo'ldi. Hozir o'zlaringiz ham guvoh bo'lasizlar. Qani? Do'stimiz Abdulhay bir umr Xurasanning o'zini vatani Fransiyaga kelib, mana shu Eyfel minorasining ostida o'tirib, yeyishni orzu qilgan. Hozir shuni birgalashib ko'ramiz. Qani? Qanigacha? Ha? Nimaga gap? Abdulhay. Abdulhay. Nimani kutyapsan? Qani? Yechi? Eminsanmi endi? Avvalgi, Tinchlikmi? 30 yillik orzuyini oldida turibsan. Olsangchi, hey. Seni qarayyo. Agar shu orzuim rostdan ham amalga oshishini bilganimda boshqa kattaroq narsani so'ragan bo'lardim. Abdulhay, o'sha ikkilanib qolgan orzuyingga yetkazgan zot ikkilanmasdan, astoydil, kattaroq, yaxshiroq niyat qilsang ham yetkazadi. Faqat xolis, hammaga manfaatli bo'lsa bo'ldi. Ha, unda kelinglar, niyatlarni yangilab, bir kattaroq, hammaga manfaatli bo'ladigan niyatlar qilaylik. Ha? To'g'ri aytasiz. Lekin niyatlarimiz bir to'g'ri kurasan bo'lib qolmasin, ha? Azizlar, olinglar. Ol endi. Yevropani Yaxshi gap bo'ldi lekin. Venetsiyaga turishga ulguradi.